Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasida tashkil etilgan seminarda tadbirkorlik subyektlari vakillariga 2026-yil 1-yanvardan boshlab joriy etiladigan qator yangiliklar haqida atroflicha ma'lumot berildi. Jumladan, soliq to'lovchining soliq qarzini uning debitorlaridan undirish tartibi joriy etilishi belgilanib, bunda soliq qarzi mavjud tadbirkorlik subyektlariga soliq organiga murojaat qilib, qarzni o'z debitorlari hisobidan undirishni so'rash huquqi berilayotgani ta'kidlandi. Ushbu tartib tadbirkor va uning debitorlari o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblarning solishtirma dalolatnomasi asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, seminar davomida tadbirkorlarga sayyor soliq tekshiruvi natijasida hisoblangan moliyaviy jarima summasini 6 oy davomida teng ulushlarda to'lash imkoniyati yaratilayotgani ham alohida qayd etildi. Shunday holat bo'ladi, gohida ishingiz ko'pligi bo'ladi, elektr energiyani bo'lmasligi, internet nofaol holatligi yoki hisobotlari o'rtada tiqilib qolish natijasida jarimalar kelib chiqadi. Menga yoqqani, bu 26-yildan boshlab soliq hisobotlarini jarimalar sonini kamayganligi, oldin har bir soliq turiga har bittasiga alohida bo'lsa, ya'ni soatiga kechiksa ham juda ham katta summa urib tashlanar edi. Bu 26-yildan boshlab bu narsa tartibga kelgani, ya'ni masalan 10 barobar bo'layotgan bo'lsa, o'shalarni 3 baravariga tushirilishi yoki oxirgi 3 oy davomida to'liq hisobotlar topshirilsa, qo'shimcha ravishda yana 5 kun davomida muddat berilgani eng buxgalterlarga kerak narsa menimcha shu. Seminar yakunida tadbirkorlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga atroflicha javob olishdi. Mazkur soliq qonunchiligidagi yangiliklarning mazmun mohiyatini barcha tadbirkorlik subyektlari vakillariga yetkazish maqsadida viloyat soliq boshqarmasi xodimlari tomonidan manzilli targ'ibot tushuntirish ishlari ham olib borilmoqda. Aziza Islomova, Ilyos Rahmatov, Tafsilot informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.